Haftaligidan vacherimizda almazimiz bor. Shuni olamiz. Shunda bizda 1600 almaz bo'ldi. Nima deb o'ylaysizlar? Oqangil tushadimi, yo'qmi? Shuni kommentariyalarda yozib qoldiring va keyingi OPK'lar nima haqida bo'lishini ham yozib qoldiring. Qizig'i yana bir nabor kelgan. Sariq oq qiz bolaga ham kelgan. Menga o'g'il bolaga tushsa yaxshi bo'lardi. Ta papitkaga garantiya bor ekan. Qaysi bir tushadi? Birinchi o'ntaligimiz ketdi. Уже bitta sariq tushdi. Qani nima tushibdi ekan? Yaxshi pichoqqa skin tushibdi. Do'stlar, обязательно videoga like bosishni unutmanglar. Bu kanal rivoji uchun albatta kerak. Bosib tashlaymiz oq angelni. Oq angel bilan ana sariq ustidagi tushsa yaxshi bo'lardi. Menimcha garantiyada bersa kerak. Har joyni jackpot ochib ko'ramiz. Har joyni jackpotni ham ochib bo'ldik. Endi bitta zaloto jackpot ochib ko'ramiz. Ketdik. Yana angelga qaytamiz va yana 10 talik ochib ko'ramiz. Ustiga bosib tashlaymiz. Qani yana bitta 10 taligimiz. Sariq tushdi menimcha. Yaxshi nabor tushdi. Menga yoqqan edi. Endi angel ham tushib bersa yaxshi bo'lardi. Mencha garantiyaga yetib bormadik lekin. Qani kiyib ko'ramiz. Menimcha cho'tki turibdi. Qaytamiz open case'ga. Bosib tashlaymiz. Ketdi yana bitta 10 taligimiz. Yana sariq tushdi. Angel tushgan bo'lsa yaxshi bo'lardi. Yo'q, menimcha pichoqqa skin tushibdi. U ikkinchi marta tushishi bizga. Mana arjinni jackpot ochib ko'ramiz. Yana bitta zaloto jackpot ochib ko'ramiz. Qiz bolaga nabor tushdi va yana open case'ga qaytamiz. Yana bitta 10 taligimiz. Yana sariq tushdi. Menimcha boshiga granata tushibdi. Yana ustiga bosib tashlab yana bir 10 talik ochib ko'ramiz. Shundan keyin bittalik ochib ko'ramiz. Ishqilib garantiyagacha yetib qolsa oq angel tushib qolishi mumkin. Mana endi bu yoq bittalik 10 talikka almazimiz yetmaydi. Menimcha 3 ta yetmay qolsa kerak yana garantiyaga. Yana zaloto jackpot ochib ko'ramiz. Va yana orqaga qaytib angelga qaytamiz. Qani 10 ga tushdi. Va yana 100 almaz tashlab kelamiz. Keyin garantiyagacha ochib angel tushsa yaxshi bo'lardi. Almazimiz ham tushdi. Men gapirgunimcha uspetam qilmay qoldim. Qanot servisimiz shunchalik tez ishlaydi. Bemalol yoshingiz mumkin. Zaloto jackpot ochib yana angelga qaytamiz. Ketdik. Qani yana bittalik ochamiz. Yana bitta. Qani oxirgi papitka. Qani qaysi? Normalniy qiz bolaga angel tushdi. Qiz bolaga qizil angel ham bor. O'g'il bolaga tushganda yaxshi bo'lardi. Men o'g'il bolani keyin kutayotgan edim. Qolgan 30 almazni ham aylantiramiz yo'lchilarga va tushmadi. Do'stlar, har doimgidek sizlar bilan keng. Albatta videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Yangi open case videolarda ko'rishguncha.
It's all in the mind.